Assalomu alaykum aziz ko'cha singillarim. Bugun sizlar uchun mana shu yingni pasatkasini qanday qilib boshqarish, ya'ni pasatkasini yuqori qismini taqsimlash haqida qisqacha darslik ko'rsatib o'taman, darslik tayyorladim. Bu pasatkani boshqarishda ko'p qizlarimiz xato qilishar ekan. O'sha uchun sizlarga qisqacha mana shu darslik asosida tushuntirib o'taman. Mana shu bizada bazaviy asos andozamiz, mana shu bazaviy asos andozamizni doim dipirasi, ya'ni delina proymasi bizada o'lchov olamiz. Mana shu delina proymasi o'lchov olganimizda bu bizada dipiri. Endi aynan mana shu joyga biz yeng o'rnatishimiz kerak. Aynan mana shu holatda chiqishi uchun mana shu chiziq, ya'ni o'lchovlardan juda ham katta bo'lib ketgan yeng bu yengga asos andozaga to'g'ri kelib qolmaydi. Shuning uchun doim bazaviy asnovada mana shu asos andozani o'lchagan holda yengni yuqori qismini o'lchagan holda bir-birini foiz ko'rsatkichini topib olishimiz shart. Bu qachon qanaqa ko'ylaklarda, ayniqsa kostyumlarda juda ham kerak, chunki ko'p yuqori qismi pasatkasi bo'lib ketsa, juda ham xunuk ko'rinib qoladi. Keyin oqshom liboslarida pasatkasi yo'q ko'ylaklarimizga juda ham kerak bo'ladi. Birinchi bo'lib mana shu o'lchovni aylantirib to'g'ri holda o'lchov olasiz va buni yozasiz. Mana dipiri 51. Keyin buni ham o'lchov olasiz va mana shu o'lchovni ham mana shu joyga dipiri 2 qilib yozib qo'yasiz. Bu 51 chiqqan, bunisi 55 chiqqan. Keyin bundan buni ayirib olamiz. Yani 55 dan 51 ayirib olganimizda 4 sm chiqib beradi. Ya'ni pasatkasi 4 sm bunga nisbatan kattaroq chiqib bergan. Endi foiz ko'rsatkichga topish uchun 51 ni, ya'ni mana shu uzunlikni 100 ga bo'lib olamiz. Yani 0,5 cm chiqib keladi. Va mana shu chiqqan son, ya'ni mana bu oralig'ini ayirib tashlagan sonimizni 4 cm da 0,5 ga bo'lib tashlaymiz. Natijada bu yerda 8% pasatka, ya'ni yuqori qismida 8% pasatka borligini bilib olishimiz mumkin. Endi mana shu 8% pasatka mana shu joydan chiqib beradi. Ya'ni bu mana shu joyga kelsa ham mana shu joyda ozroqgina pasatka chiqib beradi. Bu normal holatda bo'ladi. 7 dan 8% gacha chiqsa siz pasatkasi juda chiroyli holatda yengni qurgan bo'lasiz. Agar bu foizi 10-12 dan oshib ketganda mana bu joyda ozroq ziborka holatda ham yig'ilib qoladi. O'sha uchun doim buni ayirib mana shunday foiz ko'rsatkichini chiqarib olishimiz kerak. Endi pasatkasini mana 8% chiqdi. O'shani qanday qilib taqsimlab olamiz? Buning uchun mana bu kepi nuqta, ya'ni HAYO bilan AYO nuqtamiz bor yengda. Aynan mana shu nuqtani ikkiga bo'lib olgan markazi bo'ladi. Ana shu markazidan bu yog'iga ko'proq pasatkani mana shu joyga berishimiz kerak. Ya'ni pasatka bu yoqlarga tushib ketmasligi kerak. Aynan mana shu pastga tushganida pasatka mana shu joylari osilib, yengimiz nima desam, xunuk ko'rinib qoladi. Shuning uchun shu qonun qoidalariga e'tibor bergan holda ishlasangiz yengingiz ideal darajada chiqib beradi.